Assalomu alaykum barchaga. Sizlarga bugun judayam ajoyib, judayam kuchli, samarali va eng mashhur amaliyotlardan birini tavsiya qilmoqchiman va shu haqida ma'lumot bermoqchiman. Minglab insonlar o'zida sinab ko'rgan va mo'jizaviy ta'sir qiladigan amaliyot, aynan shu maqsadda ham uni nomini mo'jizaviy amaliyot deb nomlaganman. Chunki xayolingizga ham keltirmaydigan burilish yasashi mumkin. Bu amaliyot oddiy, sodda bo'lishiga qaramasdan bizni qalbimizga, bizni madaniyatimizga, mentalitetimizga juda ham yaqin, balki shuning uchun juda ham kuchli ta'sir qilar. Agar hozir tushkunlikda bo'lsangiz, agar boshi berk ko'chaga kirib qolgandek o'zingizni his qilayotgan bo'lsangiz, tanlov oldida bo'lsangiz va nimani tanlashni bilmayotgan bo'lsangiz, bu tarafga yursammikan, bu tarafga yursammikan, yoki hayotingizda yangi daraja ostonasida turgan bo'lsangiz, sezasiz nimadir yakun topdi, lekin mani nima kutyapti? Qaysi tarafga yurishim kerak? Keyingi daraja qanday daraja? Umuman nima qilishni bilmayotgan bo'lsangiz, har qanday holatda bu amaliyot sizga yordam beradi. Chunki qachonlardir menga yordam bergan va bu amaliyot haqida gapirishimdan oldin qisqacha o'zim haqimda gapirib berishim kerak, chunki bu aynan menga yordam bergan, bu meni hayotiy tarixim bilan bog'liq bo'lgan, qachonlardir meni botqoqlikdan olib chiqib ketgan amaliyot hisoblanadi. Shuning uchun ham mehrim o'zgacha va bu amaliyotni yaxshi ko'raman va shu kungacha kimni uchratsam, kim bilan tanishsam, birinchi qadam o'zini isloh etishga, o'zini o'zgartirishga, umuman hayotini o'zgartirishga birinchi ilk qadam hisoblangan mo'jizaviy amaliyot bilan tanishtirmoqchiman. 2012-yilda meni hayotimga tasodifan bir ayol kirib kelgan qisqa fursatda. O'shandan keyin u ayolni boshqa uchratmadim, lekin tushundimki, uni vazifasi shunda bo'lgan va Xudoyim bizni bekorga, bejizga uchrashtirmagan. Aynan mana shu ayol Gulnor opa menga mana shu amaliyot bilan tanishtirgan, tavsiya qilgan. Nima uchun deysizmi? Chunki 2012-yilda holatim, ahvolim juda ham og'ir edi. Deyarli hamma narsadan mahrum bo'lganman. Garchi ziyolilar, oliy ma'lumotlilar oilasida tug'ilib o'sgan bo'lsam-da, o'zim rus maktabini a'lo baholarga tugatib, Toshkent davlat yuridik institutini, sud prokurorlik fakultetini a'lo baholar bilan bitirgan bo'lsam-da, bu sohada ishlamaganman. Turmushga chiqqanman, 2 yosh bolam bor. Sohaga qiziqishim bo'lmagan, chunki ota-onamning tavsiyalari bilan bu oliygohda o'qiganman. O'zimni qiziqishlarim butunlay boshqa bo'lgan, chet tillarini o'rganishga qiziqqanman. Oliygohni bitirdim va o'zimni qayerga urishni bilmadim. Uyda o'tira olmayman, aqlliman, faolman, orzu havasim juda ham ko'p, lekin huquqshunoslik yo'nalishi ham men uchun emasligini aniq bilganman. Shunda meni hayotimga tasodifan tarmoqli marketing kirib kelgan va men 5-6 yil davomida Oriflame kompaniyasida ishlaganman. O'shanda ham viloyatma-viloyat yurib, ayollarga go'zallik haqida gaplashganman. Ayollar, yuzingizni parvarish qiling, yuzni ehtiyot qilish kerak. Va endi tushunyapmanki, o'sha paytda ham yuzlab ayollarni yig'ib, ularga go'zallikni targ'ibot etganman. O'sha paytda tashqi go'zallik bilan ishlaganman va juda ham nufuzli kosmetik kompaniyasini vakili hisoblanganman. Lekin 11-yilda bu biznes yopildi va hayotiy darslar ega bo'lmaganligim uchun, bilimlarim yetishmaganligi uchun, ilmsizligim tufayli muvozanatni buzganligim uchun oilamdan mahrum bo'lganman. Kelishmovchiliklar, sovuqchilik, garchi bir-birimizni yaxshi ko'rib turmush qurgan bo'lsak ham ajrashishga majbur bo'lganman. 2 farzand, uyim yo'q, ota-onamning uyiga qaytishga majburman. Bu juda ham noqulay holat. Pulim yo'q, biznesim yopilgan, inqirozga uchraganman. $15,000 ko'chadan qarzim bo'lgan. Soham yo'q, ishim yo'q, tarmoqli marketing yopildi. Ajrashdim, oilamdan, uy joyimdan, hamma narsamdan mahrum bo'ldim. Va eng og'irligi, eng og'iri stress natijalarida menga onkologiyaga yo'llanma berishgan. Endi sog'lig'im bilan mana shunday xavf bilan to'qnashganimdan so'ng boshi berk ko'chaga tiqilib, hamma narsadan mahrum bo'lib, juda ham chuqur tushkunlikka tushganimda men o'sha ayolni, Gulnor opani uchratganman. U ayol meni ko'rib hayron qolgan.
nimaga yosh bo'lishingga qaramasdan nimaga singansan, nimaga ko'zlaringda nur yo'q, nimaga so'ngansan deb so'raganlarida bir uchrashuvda tanishib qolganmiz u ayol bilan. Nima uchundir men ularni e'tiborlarini tortganman va mana shu savollar bilan murojaat qilganlarida men oldin shijoatli edim, men oldin katta ishlar qilganman, men katta pullar topganman, chet elga borganman, yuzlab ayollar meni komandamda bo'lgan, O'zbekiston bo'ylab hamma viloyatlarda bo'lganman, lekin biznes yopildi, inqirozga uchradi va men o'zimni yo'qotib qo'ydim. Men o'zimni topa olmayapman, necha oydan beri qiynalaman deganimda, men senga bitta narsani tavsiya beraman dedilar. Boshida ishonmadim, lekin nima uchundir ularning tavsiyalari menga malhamdek yoqib tushdi. Chunki ungacha bo'lgan tavsiyalar polchiga borish kerak, tozalanish kerak, qo'l olish kerak, hamma chorasini ko'rishga majbur bo'lganman. Chunki onam xavotirga tushgan meni holatimdan. 2 yosh bolam bor. Hayotim ostin-ustun, hamma narsadan mahrum bo'ldim. Hamma narsani yo'qotganman va o'zimni o'nglay olmayotganim ota-onam uchun og'ir botgan. Va shu ayolning tavsiyasi menga shunaqa yoqib tushdi. Ularning maslahati shu ediki, Nargiz, inson hayotida yugurib, shoshib, pishib, bilib bilmay ko'p xatoliklarga yo'l qo'yadi. Sen shuncha insonlar bilan ishlagansan, ko'p to'g'ri, noto'g'ri joylarda bo'lgansan va bilib bilmay ko'p xatoliklar qilgansan. Bunda sana aybing yo'q, lekin tozalanishing kerak. Hayotingni yangi bosqichga o'tishi uchun, hayotingda burilish bo'lishi uchun va yangi narsalar kirib kelishi uchun eski narsalardan tozalanishing kerak dedilar. Qanday qilib? Qanday, nima qilish kerak deganman. O'shanda menga ajoyib tavsiya berganlar. Haligacha mana shu insonga minnatdorchiligimni bildiraman. 14 kun davomida har kuni joynamoz ustida tahorat olib 70 marta Fotiha surasini o'qiysan dedilar. Shomgacha xohlagan vaqtingda, o'zingga qulay vaqtda, o'zingga 1 soat vaqt ajratgin. Men hayron qolganman, lekin nima uchundir Fotiha surasini eshitganimda ichim titrab ketgan. Men o'shanda hamma narsaga tayyor edim va bu men uchun bir juda ham katta mana shu amaliyot ishonch bergan, umid bag'ishlagan. Lekin bir sharti bor. Har bir Fotiha surasidan so'ng bir iborani takrorlaysan. Ajdodlarim qilgan gunohi uchun, o'zimni bilib bilmay qilgan gunohlarim uchun va avlodim qilajak gunohi uchun kechirim so'rayman deysan. Bitta Fotiha surasini o'qiysan, bitta shu iborani gapirasan. Bitta o'qiysan, bitta gapirasan. Mana shunday 70 marta. Bitta o'tirishda. Boshqa hech narsa so'rama. Boshqa hech narsani niyat qilma. Shunchaki 70 marta Fotiha surasidan so'ng mana shu iboralarni takrorlagin dedilar. Bu ayol meni hayotimda xuddi bir qayerdandir paydo bo'lib, men bilan ko'rishib, shu bilan chiqib ketgan. Men hamma narsaga tayyor bo'lganligim uchun o'sha kundayoq boshladim. Boshida shunaqa ham og'ir bo'ldim. 1,5 soat vaqtim ketadi. O'zimga bir tasbih oldim, ro'mol oldim, joynamoz oldim. O'sha paytda bunday narsalar yangilik edi biz uchun va qiyin emas edi, og'ir emas edi. 2-3 kun o'qiganimda shunaqa ham og'ir yukni his qilganman. Tinimsiz yig'ladim. Boshimni ko'tara olmay yig'ladim. 4-5 kunda yengil tortdim. 7-kunda shunaqa ham yana oldingi kuchni his qildim. Oldingidek kuchga qaytganim, shijoat, faolligim hammasi qaytganini his qildim. Endi o'sha ayolni qidiraman, Gulnora opa, men qaytdim o'zimga. Men oldingi holatimga qaytdim. Men endi nima qilaman deganimda, men bilmayman dedilar. Men bilmayman, o'zing bilib qolasan. Va 7-kuni o'qiganimda, 7-kechada odatdagidek uxladim, har doimdek. Doim kitoblar o'qiganman va setivoy tarmoqli marketing bizga o'z ustida ishlash kitoblarini, birinchi adabiyotlarni doimiy ravishda o'qishni o'rgatgan. Va xuddi shunday kitoblarimni o'qib uxlaganman. Sahar vaqti bu tush bo'lib tush emas, lekin uyg'oq ham emas edim. Menga shunaqa bir ovoz kelganki,
va men buni aniq eshitganman, aniq eslab qolganman. Bunday holat meni hayotimda hali takrorlanmagan. Qandaydir ovoz menga "Sen psixolog bo'lasan" degan va hamma narsa oydinlashgan. Nima uchundir ichimda ha degan xuddiki ichimdan tasdiq paydo bo'lgan. Xuddiki ha bu meniki degan holat bo'lgan. Endiki kutolmayman qachon 7-8 bo'ladi, o'sha ayolga telefon qilsam, uyg'onsam-u qilsam, o'zim uxla olmaganman va tinchimni yo'qotganman. Gulnor opa, men bildim kim bo'lishimni. Men bildim. Men psixolog bo'laman. Menga psixolog kerak. Tanishingiz bormi? Narbekovga boraymi? Kimga boray? O'sha payt faqat Narbekov haqida bilardik. O'sha paytda psixologlari yo'q edi. Bo'lsa ham rusiy zabon, rus tilida yoki oliygohda bo'lganman. Men hech qachon psixolog bo'laman deb o'ylamaganman. Xayolimga ham kelmagan. Lekin 7-kunda menga shunaqa ayon bo'lganki va aniq ovoz "Sen psixolog bo'lasan" degan. O'sha kundan qidirishni boshlaganman va o'sha tarmoqli marketingda bizda savdo-sotiq bo'yicha psixologiyadan qisqa darslar o'tgan ayol esimga tushgan va men tanigan psixolog o'sha inson bo'lgan. Bu Svetlana Vitalyevna, meni ilk ustozim, meni psixologiya olamiga olib kirgan ayol, meni ko'zlarimni ochgan inson va oddiy hayotiy haqiqatlarni, qonuniyatlarni, birinchi qadamlarni o'rgatgan inson. Men bu ayolga, birinchi ustozimga cheksiz minnatdorchiligimni bildiraman. O'sha ayolni qidirganimda, topganimda shunday bo'ldiki, uyimni yonginasida yangi ochilgan Angel studiya psixologiya studiyasida 6 oylik kursini birinchi darsini boshlagan ekanlar. Shunday shu odamni ushlab olganman. Menga o'rgatasiz, menga tushuntirasiz deb o'sha ayolni ushlab 6 oy dars o'tganman. Va mana shu 6 oyda shunaqa kuchli bilimlar olganman va o'sha kurslarda men qaror qabul qilganman. Barcha o'qib o'rganganlarimni o'zbek tiliga tarjima qilib, o'zbek ayollariga yetkazaman deb oldimga maqsad qo'yganman. Chunki shu kungacha minglab ayollar, minglab taqdirlar, minglab holatlarni guvohi bo'lganman va menday boshi berk ko'chaga kirib qolgan, ilmsizligidan o'ziga azob bergan va o'zini qiynagan, qanday yashashni bilmayotgan, oddiy qonun qoidalardan bexabar bo'lgan ko'plab ayollarni ko'rganim uchun barcha o'qib o'rganganlarimni o'zbek tiliga tarjima qilib, mana shu ilmlarni tarqataman deb qaror qabul qilganman. 2012 yil 26 aprel kuni birinchi darsga kirgan bo'lsam, o'zim noldan, umuman bilimi yo'q inson, 26 aprel kuni birinchi darsga kirgan bo'lsam, dekabrda meni birinchi guruhim bor edi. Va o'sha kundan buyon, o'sha yildan beri, 12-yildan beri hali hanuz psixologiyadaman. Hali o'qib o'rganganlarimni tarjima qilib, o'zimizga moslashtirib, o'zbek ayollariga yetkazishga harakat qilaman. Bu amaliyot meni hayotimda burilish qilgan va men birinchi bo'lib muammo bilan to'qnashgan insonlarga birinchi bo'lib mana shu amaliyotni tavsiya qilaman. Demak, xohlang 14 kun, xohlang 7 kun, bu sizni xohish istagingiz. Men hatto 14 kungacha ham yetkazmaganman. 10-kunda men o'zimni aniq hayotiy yo'limni belgilab olganman va o'zimni qalb kasbimni topganman va haligacha biror kun, biror soniya yo'limdan qaytmaganman va afsuslanmaganman. Bu nafaqat o'z kasbini topishda, balki munosabatlarni yaxshilashda, o'zini ishini topishda yoki qanaqadir og'ir muammosini hal qilishda birinchi qadam hisoblanadi. Chunki muammo bormi, demak o'zgarish vaqti keldi. O'zgarish vaqti keldimi, demak nimalardandir xalos bo'lish kerak. Agar siz xuddi bir tiqilib qolgandek o'zingizni his qilayotgan bo'lsangiz, hech qayerga sig'mayotgandek va hayotingizda qorong'ulik, yechim topa olmayotgan bo'lsangiz, biling, demak nimanidir o'zgartirish vaqti keldi va keraksiz narsalardan xalos bo'lish kerak. Tozalanish kerak. Fotiha surasi amaliyoti, mo'jizaviy amaliyot sizga shunaqa kuchli tozalanish beradiki, o'rni bo'shagandan keyin keraksiz narsalar, gumonlar, qo'rquvlar, bilib bilmay qilgan xatolarimiz sizni tark etgandan so'ng tabiiyki hayotingizga yangilik kirib keladi. Bu amaliyot sizni muammongizni hal qilmasligi mumkin, lekin imkoniyatlar eshigini
ochadi. Bu 100% tasdig'ini topgan, minglab insonlar buni sinab ko'rgan va sizga ham mo'jizaviy amaliyotni sinab ko'rishni tavsiya qilaman. Demak, 7 kun yoki 14 kun davomida shomgacha xohlagan paytingizda 1 soat o'zingizga vaqt ajratib, joynamoz ustida namoz o'qiysizmi, o'qimaysizmi, buni umuman aloqasi yo'q. Joynamoz ustida 70 marta Fotiha surasini o'qiysiz. Lekin har bitta o'qiganingizdan so'ng ajdodlarimni qilgan gunohi uchun, o'zimni bilib bilmay qilgan gunohlarim uchun va avlodim qilajak gunohi uchun kechirim so'rayman deysiz. 70 marta 7 kun davomida Fotiha surasi amaliyoti sizni hayotingizni o'zgartiradi.